Assalomu alaykum. Bugun biz Surxondaryo viloyatidamiz. Sariosiyo tumanida. Bugun Masjidli Cho'qqis tomon yo'l oldik. 15 soatmi poyezdda yurib keldik. Bu yog'iga yana yengil mashinada bu yoqqacha tashlab qo'ydi. Bu yog'iga kechgacha ko'tarilib, ba'zi lager qurib, o'sha yerda yotib qolamiz va ertalab cho'qqiga chiqib kelishimiz kerak. Havo juda ham issiq. Toshkentda kecha 32 gradus edi, bu yoqda 42 gradus ekan. O'ta issiq ekan. Я знаю, по-моему. Он этот преподает тренировки, сделал 18 школ на Дарсане. Оказывается, где кафе мы ели, на втором этаже. Yo'lda davom etyapmiz. У него там тренировки по Олли Барге. Az qoldi. Bu ba'zi lagerga az qoldi. Зал, да, у него Джамис? Salom kon. Bu anaqa masalan yana kelishadi-da endi. Bir ikki haftalarga keladi odamlar. 15-20 odam kelishi mumkin. Mashqda yotib qolsa bo'lar ekan-da. Ayronchi ham. Shu nomeringizni olaman-da. Odam bo'ladi. Pastdan o'tsa kuzgacha odam bo'ladi. Ha, men o'zim yo'rmonman va mana bog'larim bor. Ba'zi. Balarim bo'ladi. Shunday olgan zaman. Bu qachon qurilgan bu? Ta'min. O'rmonchilar uyi bor ekan. Ko'ngli bitmagan edi, menimcha. Sonrasında koydum. Lager qurib oldik. Ovqat boshlandi. Pastda foyda mazaq cho'mildik. Bugun yashaydi dam olamiz. Soat 4:30. Yangi kun boshlandi. 3:30da turdik. 13 qilib tayyorlanib. Bugun asosiy kun. Cho'qqimiz o'tishimiz kerak. Tamam, 50 yo'lishi. Sonrasında bakayım. İşte водопад var ekan. Chiqdi. Uzoqda palatka ko'rinib turibdi. Abotiga? Evet. Tam yo'lda sizdan dunyoni ko'rib. Bu cho'qqimiz ko'rinish berdi. Ikkita cho'qqini birinchisi bo'lishi kerak. Masjidli Cho'qqis. Ancha ko'tarib qo'ydik. 2,5 metrda. O'sha o'roqdamiz. Bu uzoqda qishloqlik ko'rinyapti. Приятно парень. Tog' orqasida. Приятно парень. Привет. Akbet Biz ana marshurutda qayerlarga shundaki, bu marshurutdan oldin Masjidli Cho'qqisiga hech kim chiqmagan. Novoy marshurut. Birinchi biz chiqamiz. Oldin hech kim chiqmagan. Birinchi Yaroslav chiqqan xolos. Uyul hisobidan
birinchi Tepeye chiqib boramiz. komanda. Ishga kunamiz. Agar yaxshi yo'l bo'lsa, Tepeye ko'raman. qaysi qisqa yo'l hisoblanadi. Ay o'zlikning yo'lda Cho'qqimizga juda ham kam qoldi. Va bu yoqda ajoyib manzara namoyon bo'ldi. Ko'rib turganinglar Tojikiston tog'lari. Bugun pagoda zo'r bo'lyapti. Kecha umuman 42 gradus issiq edi. Hozir masalan 3300 metr balandlikdamiz. Lekin ko'rib turganinglarda qor yo'q. Surxondaryoda juda issiq. o'rta Surxondaryo. Do'l yog'yapti. Ilab keladi ko'rinadi. Chang. Nihoyat biz Mechitli cho'qqisiga yetib keldik. Cho'qqini topish oson bo'lmadi. Yomg'ir yog'di. Biroq chaqmoq chaqdi. 1 soat, yarim soat kutib turdik. Tinishini. Va nihoyat yetib keldik. Boshqa yo'ldan yurdik. Archa olmasa archa olaylik. 1000 yillik, 500 yillik archalar bor ekan. Juda katta. Assalomu alaykum. Deyman yo'q chaqmoq tushibdi. Yaxshimi so'k charchyapsizmi? Archa o'ynayapti. Ha, rahmat qurolishdi. Aka, mana bu yerda tepada chaqmoq pazar bo'lyapti-da, unga kim qaraydi? Chaqmoq pazar bo'ldi. Daraxtlar yonib ketyapti-da, 2-3 ta daraxt. Ha, ha. Ya bize Bugungi kun ham boshlandi. Hamma uxlayapti. Bir ikkitasi turgan. Kecha 10lardami yetib keldik. 2 soatcha Fanarda yurdik. Kechga qolib ketdik kecha, chunki qaytishda boshqa yo'ldan yurdik. U yo'lda trappa yo'q ekan, yo'llar vaqti yo'q ekan, qoya toshlar. Ularni oshib o'tib, yo'l qidirib, xullas. Yomg'ir yog'ardi, ustiga yomg'ir tinishini kutdik, chaqmoq chaqdi. Chaqmoq chaqsa yomon bo'lardi. Shunaqa joylar. Kecha ayiq kelibdi. Sezmadim, bolalar aytishdi. Ayiq aylanib yuribdi. Atrof bugun bilmadim, keldimi yo'qmi. Biz yovvoyi joylar. Odam kam, sababi Toshkentdaqa turistik rivojlanmagan. Mahalliy aholi ham
toqqa chiqib dam olishni hali rivojlanmagan. Turistlarni aytmasa ham bo'ladi. O'shaning uchun yovvoyi hayvonlar ko'p bo'lishi kerak. Sariosiyo tumanida bilsanglar 2001-yildan o'sha yilda kinosi ham bor. Afg'onistondan terroristlar Tojikiston orqali tushib, tog'lardan tushganda naryoqda To'palang suv ombori tomonda qishloqlar bo'lgan. 3 tami, nechtadir. O'sha qishloqlarni egallashib olgan. Juda katta urushi bo'lgan. Kinosidan bilaman men. Vertolyotlarni ham urib tushirishgan O'zbekistonning vertolyotlarini. O'shandan keyin bu yoqlarni juda jiddiy anaqaga qo'riqlashgan. Hozir mana tinchib ochib qo'yibdi, odamlar kirishi mumkin. O'sha yillardan keyin umuman qishloqlarni ham ko'chirib tashlagan ekan. Umuman odamni ham o'tkazmagan ekan.